Okey? Şunu 2650 dollarga beraverishim realmi? Ha, realni, so'g'ibchu. 2650, 3000 emas, 2650. 2800, o'zdan beri tur, shoshilinglar. Namanganlik bormisizlar? Farg'onam qaydi? Eng qizig'ini aytaman. Qaysi viloyatda moshina arzon bo'yicha bitta kommentni yozinglar-chi. Namangan arzonmi yo Andijon Farg'onami yoki Vohadami? Yozib ketamiz. Mo'ka bizda telefon arzon bormi? Yozamiz. Men baraka qilib qo'ydim 2650 dollarga. Moshina to'liq aytib o'taman. Moshinamizni tez shoshiladigan joyi sotilib ketadi bu chiqishi bilan garantiya xudo xolisa. Moshinamizning hop kraskalari Tomda pasport nasvijit qilingan, orqasida 65 ta temir gazi bor. Abdulaziz bu mashinani motori yetib kelganmi deganlar uchun yo'q. Motor boshqa ko'rinadigan joyi yo'q. Ishlari yaxshi holatda turibdi. Mana ko'rsa ko'rgida ichlarini ko'radigan bo'lsangiz, ichlari ham mana zo'r. Damas 1 puliga 2 to'p qo'ydim, qaraniki. Mana bitta 06 puliga berib yuboradigan mashinamiz. Qarang, 06 olib mingasizlar 2650 dollarga, 2008 holat zo'r. Zaten men motor korobka hijolat qilmadim desam, "Okam uverinman" dedi. Mana hech nima ishi yo'q. O'lish kerak, minish kerak. Okalar sizlar so'radingiz, nima Zuhriddin, shu mashinamiz 450 dollar bilan berib yuboramiz, ha? Gap. Sizni hurmatingizga kelishganga beramiz. Qaytish bo'lmaydi. Yo'q, qaytish bo'lmaydi. Baraka qilib qo'ydim, mana bitta gap. Sizlar uchun topibdim, mana yozinglar, qanaqa mashina kerak? Kommentariy sizlar uchun. Mashinamizni ko'rsatadigan bo'lsa, yil 2000-yil, 2000-yil okalar bormisizlar? Bitta bomba qilasizlar. Bir oylik ish haqingizni berasiz, mashina olib ketasiz. Ajoyib. Bunaqasini o'tkazmaslik uchun bizga bitta obuna bo'lish kerak. Mashinamizni ma'lumotini beradigan bo'lsak, kraskalari bor. Mana chuyda kraskalar qilingan, 4 chiroyli balolar o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Orqasida 65 ta temir gaz balolar bilan mashina lekin shakalan, orzu-orzuligicha qolmadi, yurak urib tursa bas. Mana sizlarning mashina oladigan davringlar keldi. 2000-yil bo'ldi. Hali ham mashina olmasa yuribsizlar. Mashina bitta ko'ringlar-chi. Azamjon deydi-ku mana. Chexollar, boshqalari ham zo'r. Zadnimos motor korobkalari yaxshi. Mo'sta 3 taki ozmoz ovozi bor deyishdi. Bitta ko'rsatib oladigan joy ekan. Naqd olaman deganga shu mashinamizni 1400 dollarga tushirib qo'ydim. Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar uchun Niva topib qo'ydim. 81-yilda ishlab chiqarilgan holatlar tiniq ekan. Eng qizig'i buni qo'shimcha prinsipi bilan-da xohlagan yukingizni ishlatsangiz bo'ladi. Mashinamiz to'rtta o'ziga yarasha ajoyib holatdagi balolar bilan turibdi. Mashinani ko'rsa ko'rgida, mana orqasidagi prinsipini qarang. Xohlagan yukingizni olaverasiz. 2 dona yukni indamasdan olaveradi deb aytishdi. Qo'y to'shisizmi, o'zim xunajinmi mana. Orqalarini kengligi boshqalardan ko'rsangiz ko'rgida, mashina tiniq turibdi. Holatlari ajoyib ekan. 85 ta temir gaz bo'loni bor. Holatlari ideal. 35-yilgacha ruxsat bor ekan. Ichini ko'rsangiz, ichi hollari boshqalari ham akkuratni holatda ekan. Mana Nivamizni tiniq holatda ekan. Endi mashinamizning hadovot qismlari yaxshi ekan. Motor qismida aptolgacha 1,5 litr rasxod bor deyishdi. Narxini 35 million deb turuvdilar. Okey, bo'ladigan narxlar deb turib, oxirini 30 million so'mga tushirib qo'ydi. Assalomu alaykum. Okalar, ajoyibni topdim. Sizlar uchun men mashinamizni naqdga nech pulga o'ylaysiz? Fikr bildirib turasiz deb o'ylagandan ovozdan chiqadi. Eng qizig'i orqasida buni prinsipi ham bor. Hozir ko'rsatib o'taman mashinamizni, to'liq ma'lumot chiqadi. Mashinamiz yil 1973-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Moskvachilar orasida ajoyib turibdi. Kraskalar kelgan bo'lsa, tomda pasport nasvijit qo'yilgan. Balolar to'rttasi ham yaxshi holat turibdi. Eng qizig'i buni qo'shimcha bolasigacha-da, shu bolasi bilan qo'shib berib beriladi. Bu ham chiroyli qilib moslab qo'yilgan ekan. Nomer yo'q ekan, endi evlar yuraman deganlar yursa bo'ladi. Orqasida 65 ta temirni aytib o'tdim. Ichki salonni bitta ko'radigan bo'lsa, ichki salonlar boshqalari ham mana o'ta kurtoy. Yo'qollar ham ajoyib turibdi. Chexollarni motor chiroyli. Mashina olsa o'g'ida, motor qismida mo'yamaydi. Hadovoydan hech qanaqa muammo yo'q. Pulini 8 million deb aytdilar. Endi egalar yaxshi inson ekanlar, ya'ni muomala qilib so'rasan agar ozgina so'rasan bo'lsa kerak. Zuhriddin, bizning nomimizdan kelganlarga 2009 kraskasi top toza. Shuni ham 900 dollar bilan variantga beramiz, ha? Beramiz. Namanganning odamiga. Namangan shaharga beramiz. Shaharga beramiz. Qolgan joylarga ham beramiz. Narx sal ko'proq bilan chiqishi mumkin. Gaplashadigan joyi bor. Mana sizlar bilan men baraka qilib qo'ydim mana. Sizlar uchun tanlab beribman. Ba'zi bir aqllilar menga baraka qilmaydi, yozmani. Men xalq uchun tanlab beribman, o'sha xolos. Mashinani bitta ko'ramiz. Bu mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, Damas zo'r, holatlari ideal. Mashinamizning kraskalar kelgan bo'lsa, top toza deyishdi. Tekstir oladigan joyi, tekstir olaverasizlar. Orqasida 65 ta temir gazi bor. 4 ta chiroyli balolar o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Mana. Ichini bitta ko'radigan bo'lsa, ichi hollari boshqalari ham o'ta zo'r. Oyoq taglari boshqalari ham mana. Tepalari barlargacha, rollari boshqalari ideal turibdi. Yurgani 669 ming probeg ko'rsatibdi. Xo'p, mashinamiz motor qismida haddivoyda ishi yo'q. Zadnimosda 3 taki ozgina ovozi bor. Nomiga deyishdi, naqd olaman degan sizlar uchun 3500 dollarga berdim. Obuna sizlar uchun.
Okala sizlar uchun men Damas Van topdim. Okamiz oxirgi narxini 2013-yilda Damas a. Damas Van O'zbekiston oxirini 3200 dollarga men baraka qilib qo'ydim. Moshina bitta ko'ramiz. Moshina holatlarini ko'radigan bo'lsa 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas Van. Damas Van so'raganlar bo'ldi, men sizlar uchun topdim. 0% atrofda kraskasi bor, holatlari zo'r, to'rtta bolalar yaxshi holat turibdi. 63 ta temir gaz bolalari bilan. Moshina O'zbekiston Damas Van. Men ichini ko'radigan bo'lsam, ichlari ham mana zo'r turibdi. Ajoyibmi? 3200 dollarga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Sensatsiya. Bunaqasi bo'lmaydi. Xo'p, 367 ming yurgan, baralar o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Abdulaziz xo'p, bu mashinamiz yo motori ketgan, yo zadnimoz ketgan deganlar uchun yo'q. Zadnimoz motor korobka tozami desam, garantiya deyishdi. Ko'rib olasizlar. Mashina hech qanaqa ishi yo'q. Naqdga 3200 dollar berasiz. Kimdir aytibdi, so'ramaydi-ku, kommentini o'qidim deysizlar. Telegramda ham bor bizning kanalimiz, YouTube'da ham bor. Balki YouTube Telegramga o'tinglar, ko'rasizlar fikrni. Bizdan so'radinglar, biz qo'ymoqdamiz. Men Changga moshina so'raganlar ham bor edi. O'zbek Avto hamma uchun xizmatda. Sizlardan yozish, bizdan xizmat. Mashinamizda eng qizig'i 2000 dollar bilan shu mashinamizni 2 oy 3 oygacha kelishadigan joy borsa, bitta like qo'yamiz. Mashinamiz holatiga keladigan bo'lsa 2017-yilda ishlab chiqarilgan Changga mashinamiz 3 tonna yukni indamay olaveradi deb aytishdi. Holatlari tiniq turibdi mashinani. Yurgan prebegi ham 290 ming yurgan. Yiliga nisbatan yaxshi. To'rtta chiroyli balolar o'ziga yarasha 65 ta temir gaz balondan ikkita qo'yib qo'yilgan ekan mashinaga. Bu tomon turibdi, bu tomon turibdi. Mashina orqa ko'rinishlari ham mana ajoyib. Xohlagan ishingizga ishlatsangiz bo'ladi. Orqasini ko'ring, okalar. Orqasi ham mana zo'r. Mashina hech qanaqa ishi yo'q ekan. Nima ishingizga ishlatsangiz bo'laveradi. Okamni so'rashni sotilishga shunga bunaqa narxga qo'ydim dedilar. Mashina aybi yo'q. Oldin ventilyator boshqalari ideal. Bitta yengil qaradigan joyi bo'ladigan bo'lsa, motor qismi, hadovoylari boshqalardan hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Endi bitta ko'rasizlar mana gap 7000 dollar kami bor degan joyi. Masala uchun shu mashinamizni 5980 dollarga tushirib qo'ydi. Okalar sizlar uchun ajoyib. Yili pastroqdan ham chiqadi deganlar uchun Yodgorjon aka 2008-yil Damas'ni xursandchilik bilan 3400 dollarga sizlar uchun tanlab berdim mana barakasini mana qilib qo'ydi. Kilo osona bo'ladi. Mashina bitta ko'ramiz. Mashinamizning holatini ko'radigan bo'lsa, 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Mayda chuyda petronlar hisoblaganda bir 25-30 ga bormaydigan kraskasi bor deyishdi. Mashina lekin butun holati zo'r. Orqalarini ko'rsam ham, orqalari ham mana ko'rsa ko'rgida 63 ta temir gazi bor. Ichlari ham mana zo'r turibdi. Mashinamiz mana ichki hollari boshqalarini ko'radigan bo'lsa, ichlari ham mana ideal. Ol salon ko'rinishini qo'yib Chehollari boshqalari zo'r, 361 ming yurgan ekan. Yiliga nisbatan lekin mashina yaxshi yurgan ekan. Zadnimoz motor korobka jimmi oka desam, umuman muammo yo'q deyishdi. Oladi minat deyishdi. Mashinamizni naqdga 3400 dollarga sizlar uchun men baraka qilib qo'ydim. Okalar sizlar uchun men azizlikka ajoyib deb qo'ydim. Naqdga variant emas, 10 million so'mga berishadi. O'tadigan yo'q, mashina bitta ko'ringlar, ko'rsa, agar yo'qsa, agalar bilan gaplashib bog'lansani bo'ladi. Mashina bitta ko'rsatib o'taman. Mashinamiz holatlari tiniq turibdi. 83-yilda ishlab chiqarilgan holatlar tiniq. Mashinamizning kraskalari bor. Tomda pastda asvejit holatda qilingan pashti. Orqasida 65 ta temir gaz balonlari bilan turibdi. Mashina o'ta kurta. Ko'radigan bo'lsangiz, Abdulazizxon nimaga arzon bu deyishinglar mumkin. Yurib turgan mashina shunchaki sotish kerak mashina. Mana suv datchilarni vaqib qo'yilgan tepalari ham ajoyib holat turibdi. Mashina o'tcha hech qanaqa ishi yo'q. Hadovoy qismlarida hech qanaqa ishi yo'q. Yurib turgan mashina. Endi motor qismida okalar ozgina aptol rasxod bor deyishdi. Ko'rsatib olaverasizlar. Okalar sizlar so'radinglar, men topdim. Men bir aytdim, 700 dollar bilan variantga berasiz a? Beramiz. Qaytish bo'lmaydi. Faqat kimga berasiz aytib qo'yaymi? Bo'lajagingizga. Ina mujik uchun gapini ustidan chiqadiganlar uchun olib ketib 10 kundan dedomlar yo'qmi dedilar. Qo'shimdan so'radim, unaqa ekan deydiganlarga bermaymiz a? Erkaklar uchun mana 700 dollar bilan variantga topdim, mana baraka qilib qo'ydim. Naqdga unaqa qimmat emas, bitta ko'ramiz. Mashinamiz holati 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Holatlari zo'r, 30% atrofda kraskasi bor. Balonlar boshqalari ham mana uvaringiz zo'r turibdi. Mashinamiz zo'r holatda ekan. Mana ichini, orqasini ko'radigan bo'lsangiz, orqa ko'rinishlari ham mana ideal. 63 ta temir gazi bor. Shunaqa variantni o'tkazmasligi uchun tez okalar bizga bitta obuna bo'lish kerak edi. Kuzatishda davom etib, like bossangiz, har doim mashina sizga qo'shib bilan chiqib turadi. Chehollari boshqalari ham mana zo'r. Zo'rmi? Naqdga nech pullar olasiz? 236 ming yurgan prebegi. Mana Chehollari boshqalar ham zo'r. Naqdga ham qimmat emas. Zadnimoz motor korobkaga keladigan bo'lsak, bitta mosda 3 taki oz mod ovozi bor va motor hadovoylari zo'r. Naqd olaman deganga 3300 dollarga men qo'ydim. Bozor sindirishda davom etaman, tez isbot qiladigan joy. Assalomu alaykum okalar, men Hazratning oldiga keldim. Hoji aka, men Lada Karenlar bor ekan, sizlar uchun topdim. Narxini bozorga 3000 atrofida deyishgan ekan, 2700-2600 lar bilan butar ekan, ha? Ashnaqalarga butar ekan, nomerlarni qoldiraman, oxirida gaplashib ko'rasizlar. Men sizlar uchun baraka qilib qo'ydim. Mashina bitta ko'rsataman.
Mashinamiz holatlariga keladigan bo'lsa, 2008-yilda ishlab chiqarilgan Lada Kalina, kraskalari bor. Borsa 20% atrofda kraskalari bor deyishdi, ko'rsatib olaverasizlar. To'rtta cho'li bolalar o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Orqasida 65 ta temir gaz bolalar o'ziga yarasha. Orqa ko'rinishini ham baho bersang, orqalari ham ideal sostavda turibdi. Mashinamizning ichki ko'rinishini qayerga bo'lsak, ichki ko'rinishlari ham mana ajoyib ekan. Chexollari, boshqalari ham o'ta ideal turibdi. Mashina shunchaki olish kerakda ko'radigan joyi ekan. Ajoyib. Lada Kalinaga qiziqadiganlarga tashab qo'ysani bo'ladi. Shu 65 ta temir bilan qancha gaz yoqibdi, oka desam, mashinamizning holatlariga kelsak, rasxoti ham 200 km yuribdi deb aytishdi. Rasxoti ham oz mashina. Endi yozinglar, O'zbekistonda mashinamizni hisobga olganda qaysi mashina rasxoti oz? Yozib ketamiz. Mashinamiz xullasi motor qismida mo'ypoy yamaydi, hadovoyda ozgina ishi bor ekan. Lekin ko'rsatib o'rasizlar. Narxini oxirini o'sha 2600-2700 atrofida bitar ekan deyishdi. Yana gapirish so'rab ko'rsani bo'ladigan joyi bor ekan. Sizlar so'rading, nima topdi mana. 1996-yil, 96-yil okalar bormisizlar? Sizlar uchun ajoyibini topdim. 800, 850, 900 atrofida pulingiz bo'lsa, uka ozmoz kelishadi desangiz, kelishadigan bola egasi ham yaxshi bola, muomala qilsani bo'ladi. Naqdga bunaqa qimmat emas. Naqdga to'lig'ini aytaman, kuzatib turing. Mashinamiz holatlariga keladigan bo'lsa, kraskalari bor. Majlisida bir 30-40% atrofda ko'proq bo'lishi mumkin. Pastda so'rab olasizlar. 60 orqasida 65 ta temir gaz balolar bilan O'zbek Avtoga obuna bo'ling, shunaqa qulay variantga chiqadigan mashinalarni o'tkazib olmasligi uchun bosib berasizlar okalar. Mana chexollar boshqalari ham o'ta zo'r, tiniq turibdi, lekin yiliga nisbatan mashina chiroyli minilgan ekan. Chexollari barlari ham o'ta zo'r. Hop, yurgan 221 ko'rsatibdi, bitta ko'rsatib olaverasizlar. Motor qismi hadovoyda muammo yo'q deyishdi, ko'rsatib oladigan joyi. Oxirgi narxini 23 millionga tushirdim mana. Bo'ladigan narxini 23 millionga, shatriga 800-900 ming atrofida puli borga kelishadigan joyi bor. Bahodir aka gap shu majlisimizni naqdga 2000 dollarga bildingiz a? Biz obunachilar uchun. Xohlasanglar olsin. 2000 dollarga mana baraka qilib qo'ydim, moshina bitta ko'ringlar. Mashinamizni holatlarini ko'rsatadigan bo'lsa, 2001-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes, holatlari ideal. Nimaga arzon deyishini mumkin? Motor yetib kelganmi deyish mumkin? Yo'q. Motorda ishi yo'q, hech qanaqa ishlar yo'q. Mashina yurib turgan mashina 65 ta temir gazi balolar bilan. Mashina holatlari ideal. Ichini bitta ko'radigan bo'lsa, ichi hollari, boshqalari ham akkuratni. Chexollar boshqalari ham mana zo'r. Oldi ko'rinishini ko'ramiz. Oldi ko'rinishlari ham mana ajoyib. 256 ming prebeg ko'rsatmoqda. Mana teglari, chexollari, boshqalari ham zo'r. Mashina shunchaki o'lish kerakda minadigan joy. Hop, oldilari elektronika, oynalar chiqadigan, motor qismida mo'yamaydi, hadovoylarda hech qanaqa ish yo'q. Shatr 2000 dollar pulni berasizlar, mashina sizlarga o'tadi. Variant bank yo'q.